Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana qiziqarli o'yinlar o'ynaymiz. Hozir sizlar bilan biz geometrik shakllarni o'rganib chiqamiz. G'olib bo'lganlar mana bu o'yinchoqlardan birini qo'lga kiritadi. Demak, tayyormizmi? Uchburchak yasaymiz. Bo'ldi. Demak, uchburchak necha xil bo'ladi? Sizlar qana chizib ko'rsatib berchi turlarini. Ichki burchaklarning yig'indisi nechaga teng bo'ladi? 180. Bu teng yonli uchburchak. Demak, ikkita tomoni teng bo'ladi, ha? Bu teng tomonli uchburchak. Yana nima deymiz? Uni qanaqa uchburchak deydi? Muntazam uchburchak. Bu esa to'g'ri burchakli uchburchak. Demak, nima uchun to'g'ri? Mana tomon to'g'ri bo'ladi. 90 gradus bo'ladi, ha? Mana bu esa o'tmas burchakli uchburchak. Bu o'tkir burchakli uchburchak. Hamma tomoni o'tkir. Demak, 5 xil bo'ladi. Ichki burchaklar nechaga teng bo'lar ekan? Necha gradus? 180 gradus bo'lar ekan. Muntazam uchburchakning anosida qanchaga teng bo'ladi burchaklari? Burchaklari hammasi bir xil bo'lishi kerak. 3 ta bo'lsa necha bo'ladi Sarvar? 3 ta bo'lsa 183 ga bo'lsak. 183 ga bo'lsak 60 dan bo'ladi. Demak, Sarvar, sen burchaklarni aytib berchi, necha xil burchak bor? 4. Aha, qanaqa ekan? Yoyiq burchak. Demak, bu 180 gradus bo'lsa yoyiq burchak bo'ladi, ha? O'tmas burchak. Bu qachon bo'ladi? 90 gradusdan katta bo'lishi kerak, ha? Aha, keyingisi? Bu to'y burchak. Buni ana qaradi. Mana bu to'g'ri burchak farqi. Hamda 4-chi qanaqa? 4-chi o'tkiz. U 90 gradusdan kichkina bo'ladi. Demak, ikkalang ham mayli. Olinglar, qanday o'yinchoq olasizlar? Mana bitta bir ko'rsatib berchi o'yinchog'ingni. Bu ajoyib o'yinchoqlar ekan. Bolajonlar bilan xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.